Assalomu alaykum, musofirda yurgan barcha hamyurtlarimiz, sizlar bilan Dilmobil Avia. Bugungi videomizda Moskvadan O'zbekistonga bo'lgan iyun oyi uchun aksiyaga tushgan biletlarimiz haqida ma'lumot berib o'taman. Bo'lmasam boshladik. Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha 15-iyundan to 30-iyungacha 14.800 dan 17.000 rublgacha bo'lyapti. 8 kilo ruchnoy hamda 23 kilo bagajlari bilan bo'ladi. Vodiy tomonlarga o'tadigan bo'lsak, Moskvadan Farg'ona shahriga 16.300 dan 18.300 rublgacha bo'lyapti. Bu ham 8 kilo ruchnoy, 23 kilo bagajlari bilan. Namangan shahriga ham xuddi shunday 16.300 dan 17.300 rublgacha 8 kilo ruchnoy hamda 23 kilo bagajlari bilan bu 15-iyundan to 30-iyun oralig'ida bo'ladi. Voha tomonlarga o'tadigan bo'lsak, Voha, ya'ni Buxorodan boshlaymiz. Buxoroga narxlarimiz juda ham yaxshi bo'lib qolgan. Hozirgi kunda Buxoro shahriga 15-iyundan to 30-iyungacha 11.500 rubldan 14.700 rublgacha bo'lyapti. Bu ham 8 kilo ruchnoy, 23 kilo bagajlari bilan bo'ladi. Samarqand shahriga ham narxlar biroz yaqinlashib qolgan, ya'ni yaxshilanib qolgan desak bo'ladi. 14.500 rubldan 15.500 rublgacha bo'lyapti. Bu ham 8 kilo ruchnoy, 23 kilo bagajlari bilan. Hop. Eng arzon biletimiz Moskvadan Urganchga bo'lyapti. Urganchga uchmoqchi bo'lgan hamyurtlarimiz diqqat bilan eshitamiz. 15-iyundan to 30-iyungacha 9.000 rubldan to 10.500 rublgacha bo'lyapti. Bu ham 8 kilo ruchnoy, 23 kilo bagajlari bilan bo'ladi. Bu juda ham O'zbekistonga eng arzon bilet shu yerga bo'lyapti. Urganchga ketmoqchi bo'lgan hamyurtlarimiz shoshilib qolinglar. Bunaqa narx har doim ham bo'lmaydi. Aksiyaga rosa zo'r tushgan shahar sizlar bo'lib turibsizlar. Xo'p, Vohadan uzoqlashmaymiz. Qashqadaryo, Qarshi shahriga uchmoqchi bo'lgan hamyurtlarimizga 16.200 rubldan 17.700 rublgacha bo'lyapti. Bu ham 8 kilo ruchnoy, 23 kilo bagajlari bilan bo'ladi. Xo'p. Termizlik hamyurtlarimiz juda ham ko'p so'rardi, qimmat dedi. Hozir ancha arzonlashib qoldi. Xo'p, nega qimmat bo'lib ketganini sababini tushuntirib o'taman. Termiz shahriga juda ham ko'p tojikistonlik hamyurtlarimiz uchdi o'tgan oyda, ya'ni bu oyning boshi, o'tgan oyning oxirlariga juda ham ko'p uchdi, chunki Tojikistonga narxlar juda ham qimmat edi. Aynan Toshkent, shu Surxondaryo, Termiz taraflarga uchishgani uchun narxlar sezilarli ko'tarilib qoldi. Hozir ancha tushib qoldi. U qadar arzon deyolmaymiz, lekin juda ham yaxshi. Boshqa shaharlarga nisbatan biroz qimmat, lekin o'zingiz shahringizga uchmoqchi bo'lsangiz, hozirgi paytda yaxshi narx. Xo'p, narxlarimiz 18.800 rubldan 20.200 rublgacha bo'lyapti. O'ylayman, Xudo xohlasa bu narxlar yana tushib turadi. Xo'p, hozircha aksiyaga tushgan biletlarimiz shu edi. Eslatib o'taman, ushbu narxlarimiz 15-iyundan 30-iyungacha 2025-yilgi narxlar bo'ldi. Bu narxlar do'stlar o'zgarib turadi. Ya'ni bir xil payt sal qimmatlab qolishi mumkin yoki aksiyaga tushib yana ham arzonlab qolishi mumkin. Oxirgi bir oy ichida faqat arzonlayapti. O'ylaymanki yana ham arzonlab qoladi. Agar srochniy bilet olmoqchi bo'lsanglar ham ushbu ekran turgan nomerlarga telefon qilib olishinglar mumkin. Chunki srochniy biletga arzon narxlarda biletlar juda ham ko'p uchrayapti. Uni to video qilib qo'ygunimizcha u biletlar tugab qolyapti. Shuning uchun agar sizlarga aniq aktual narxlar kerak bo'lsa, ushbu ekranimizda turgan nomerlarga bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Sizlarga onlayn hamda offlayn qilib olib beramiz. Agar kelib olmoqchi bo'lsalaring, biz adresimiz Moskva shahri, metro Semyonovskiyda joylashgan. Metroning shundoqqina oldida joylashganmiz. Agar boshqa shaharda bo'lsalaring yoki dokumentlaringda qanaqadir muammo bo'lib kelolmayman desalaring, bemalol WhatsAppdan video обращение qiling, ya'ni video zvonka qilib bemalol telefon qilib olsanglar bo'ladi. Biz 2 yildan beri juda ham ko'p mijozlarga xizmat ko'rsatamiz. Xudo xohlasa 100% ishonchli, bemalol ishonishinglar mumkin. Har qanday mashinalik gruppalarga aldanib qolmanglar, chunki ba'zi bir tanishlarimiz shu poyezdda, Telegramda qanaqadir guruhlarga yozib, litsolarni ko'rsatmagan yoki boshqa odamning litsodan foydalangan odamlardan sotib olib, kuyib qolganlar juda ham ko'p bo'lyapti. O'shaning uchun обязательно video обращение, video zvonkadan qilinglar. Bizning nomerimiz ushbu ekran turgan nomer 901 523 12 12. Mashina nomeri bizniki. Boshqa nomerdan Dilmobilman desa ishonmanglar, chunki shunaqa mashinliklarga tushganlar juda ham ko'p bo'ldi. Bu juda ham og'riqli, juda ham achinib ketasiz, chunki qiynalib ishlagan odamlarimiz shunchaki pulni boshqa qanaqadir mashinliklarga tushirib berib, o'zlari aeroportda ucholmay qolib ketishyapti. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Qanaqadir juda ham sezilarli arzon bilet ko'rsatib, anaqa qilgan joylarga ishonib qolmanglar. Albatta video обращение qilinglar. Aniq joyi bormi yo'qmi shunga ishonch hosil qilinglar. Ko'ngilingizda bo'lmasa borib ko'ringlar. Xo'p do'stlar, bizda hozircha shular. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'lib, salomat bo'linglar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar.